Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun yana bitta obyektimizda santexnika ishlarini deyarli yakuniga yetkazdik. Obyektimiz 120 kvadratga yaqin bo'lgan kvartira. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bugungi mavzumiz eng ko'p beriladigan savollardan biri, ya'ni narx-navo haqida bo'ladi videomiz. Xo'p, bugungi sanamiz 27 noyabr 2025-yil. Shu yilga nisbatan narx-navoni aytib o'tamiz. Hozirgi paytdagi narx-navo bo'yicha gapiramiz. Xo'p, narx-navo haqida to'xtaladigan bo'lsak, narx-navo viloyatlarga qarab o'zgaradi. Misol uchun Toshkent shahrida boshqacha narx-navo, Samarqand shahrida, Vodiyda, Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiyda boshqa narx, Buxoroda boshqa narx bo'lishi mumkin. Ham yana bitta narsa, ustani qilayotgan ish sifatiga ham bog'liq narx-navo. Xo'p, biz obyektimiz Yakkasaroyda joylashgan, Shotorosayilda, bu aytib o'tgandek 120 kvadratlik Novostroyka kvartira. Bu obyektimizda qilingan ishlarni narx-navosi bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, obyektimizning естественida ham teplый poldan, ham radiatordan foydalanganmiz. Bu aytib o'tgandek, teplый polimizni metr kvadratini, teplый polimizni metr kvadratini $5 qilib berganmiz. $5. Xo'p, mana kompyuter termosatga joylovchi qurib ketganmiz. Bunga pul olmadik. Keyinchalik ustonovka qilib bersak, har biriga 500 ming so'm pul olamiz har bitta xona uchun. Suv tochkalar ko'rishingiz mumkin. Sanozilimiz ko'rsatuvda installyatsiya qo'yganmiz. Qisqasi sal qorong'u, lekin ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Dushga bitta issiq bitta sovuq suv. Tochkalarimiz o'rtacha $13 qilib beramiz. Har birini $13 qilib beramiz. Kanalizatsiya bitta tochka hisoblanadi. Dushdagi bitta issiq bitta sovuq. Значит, bitta dushga 3 ta tochka ketadi. Hisoblab olasizlar. Rakvinamizga ham 3 ta tochka. Issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya. Installatsiyamizni 500 ming so'mga qo'yganmiz. Xo'p. Radiatorimiz dizaynerskiy bo'ladi. $50 ga qo'yganmiz. Dizaynerskiy radiatorlarimizni. Xo'p. Endi boya aytgandek, ish sifatiga ham bog'liq. Ish sifatiga ish ko'rishingiz mumkin. Har bitta xonamizdan teplый pol $5 ichiga har bitta xonamiz trubalari alohida bo'lib ketadi. Xo'p, shu izolyatsiyaga to'xtalayotgan bo'lsak, metrini 1 metrni 75 ming so'mdan qilganmiz. 2 slot qilganmiz. Uni mehnatini tushunadi. Xo'p, radiatorlarimizni aytdim, teplый polimizni metr kvadratini aytdim. Suv tochkalarimiz o'rtacha $13 dan. Radiatorlarimiz ham shunaqa holatda. Kollektorimiz alohida. Hisoblaymiz. Bitta kollektorimizni o'rtacha biz yashirmaymiz, $40 dan $70 gacha qo'yamiz. Soniga qarab, qilayotgan ishimizga qarab. Lekin arziydimi yo'qmi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Mana shunaqa narx-navomiz. Ish, lekin haqiqatan idealni bo'lgan. Xudo xohlasa, ishlashi ham shunga yarasha idealni bo'ladi. Kommentariyada har nima gap gapirishdan oldin bitta narsani o'ylaylik, narx-navo viloyatga qarab o'zgaradi. Ish sifatiga qarab ham. Misol uchun bizdan 2 barobar qimmatli ham bordir. Bizdan 2 barobar arzonga ishlaydigan ustalar ham yo'q emasdir balkim. Lekin hammani o'ziga bog'liq narx-navo, ish sifatiga qarab narx-navo o'zgaradi. Shuni inobatga olinglar. Teplый polimiz $5 dan, kompyuter termosatlarimizni qo'yishimizdan 500 ming so'm, radiatorlarimiz $50, suv tochkalarimiz $13, suv kanalizatsiya tochkalarimiz $13, installatsiyalarimiz 500 ming so'm, qo'yilishi. Yana nima qoldi? Yana so'raylar, kommentariyada nimani narx-navosini aytsak bo'ladi sizlarga. Bir yozib boramiz. Lekin ishimizga yoqqan bo'lsa, ayamaysizlar. Joningiz sog' bo'lsin.